Alhamdulillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Yaxshi kunlar hamon davom etmoqda va yordam so'rovlari bizga yetib kelmoqda. Biz esa Allohning fazli bilan bu murojaatlarni bajarishda davom etmoqdamiz. Bu avvalo Allohning fazli karamidan so'ng saxovatli birodarlarimizning yordami tufayli amalga oshmoqda. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'zbek birodarlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Alloh baraka bersin, ajringizni ulug' qilsin, darajangizni ko'tarsin va savoblaringizni ziyoda qilsin. Bizga yetib kelgan ushbu yetimlar oilasiga oid maxsus holat haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Men va yetimni kafolat qiluvchi kishi jannatda mana shunday bo'lamiz deb shahodat va o'rta barmoqlarni birga ko'rsatdilar. Shu hadislarga asoslanib biz ushbu yetimlar oilasiga o'zbek birodarlarimiz tomonidan moliyaviy yordam taqdim etmoqdamiz. Shunda bu ayol farzandlarini boqishga va zarur ehtiyojlarini qondirishga qodir bo'ladi. نشكر شباب الأوزبك على هذه المساعدة المالية. Shuningdek, biz yana bir ehtiyojli holatga, tibbiy vositalarga muhtoj bo'lgan bir otaning masalasiga yetib keldik. Uning sog'lig'i uchun zarur tibbiy anjomlarni xarid qilish uchun ham o'zbek birodarlarimizning moliyaviy yordami taqdim etildi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. O'zbek birodarlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Yordamingiz ushbu oilalar uchun katta yordam bo'ldi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Allohga hamdlar bo'lsin. فبدعمكم أنتم المستمر يا شباب الأوزبك سنقدم لها هذه المساعدة المالية. نشكر شباب الأوزبك على هذه المساعدة المالية.